Barchamiz ushbu masxarabozni ujastik filmlardan yaxshi taniymiz, lekin ushbu mavjudot siz o'ylagandan ko'ra sirli va xavfliroq. U masxaraboz qiyofasidagi odam emas, balki ushbu obrazdagi parallel olamdan kelgan mavjudot. Bugungi videoda Pennywise aslida kim ekanligi va uning dahshatli tarixiga yuzlanamiz. Masxaraboz obrazi ilk bor 1990-yildagi filmda paydo bo'lgan. Ushbu film komediya horror janrida bo'lib, muxlislarga Pennywise obrazini ilk bor tanitgan bo'lsa-da, Stephen Kingning u haqidagi kitobidan anchagina farq qilardi. Keyinchalik u haqida 2017 va 2019-yillarda film suratga olindi. Ushbu ikkita film Pennywise haqida bizga ko'proq ma'lumotlarni taqdim etgan. O'zga sayyoralik maxluq bundan million yil ilgari asteroid yordamida Yerga tushadi. Uning tushgan yerida hozirgi kundagi Derry shahri qurilgan. Maxluqning asosiy ko'rinishi o'lik nur deb ataladi. Birinchi filmda Beverly Marsh uning haqiqiy yuzini ko'radi. Shundan so'ng uni har xil qo'rqinchli maxluqlar tinch qo'ymasdi. 2025-yilda chiqqan U Derryga xush kelibsiz serialida esa Pennywise'ning tarixi haqida juda ko'plab ma'lumotlar berib o'tilgan. Serialdan bizga ma'lum bo'ldiki, uning ko'plab nomlari bo'lib, turli xil ko'rinishlarda odamlarni ovlagan. Qadimda hindular qabilasi u bilan bir joyda hech qanday muammosiz yashashgan, lekin ularning orasida oq tanlilar paydo bo'lganidan so'ng Pennywise odamlar bilan oziqlanishni boshlaydi va borgan sari kuchli bo'lib borardi. Shunda hindular qabilasi o'z jonlari evaziga Pennywise'ni to'xtatib qolishadi. Serialning 6-qismidan so'ng Mrs. Kyorsh aslida Pennywise'ning qizi degan taxminlar paydo bo'lgan edi, lekin avtorlar 7-qismida bu narsaga aniqlik kiritishdi. Ushbu qismda bizga 1907-yilgi Derry tarixidagi eng muhim voqealardan biri ko'rsatiladi, ya'ni uning masxaraboz obrazi qanday qilib paydo bo'lganligi haqida. 1908-yilda Mrs. Kyorsh o'z otasi Bob bilan bolalarni kuldirish attraksionida ishlaydi. Bob masxaraboz grimi ostida bolalarni xursand qilar va ular uni yaxshi ko'rardi. Lekin bu shunchaki oddiy odam. U hech qanday bolalarni o'g'irlab, ularni o'ldirmaydi. U bu tomoshani pul ishlash uchun qilmoqda. Kech kirganida esa Bob o'rmon tomondan sirli bola unga qo'rqinchli nigohi bilan qarab turganini sezib qoladi. Bolalar senga intilishmoqda frazasini aytib, u qorong'ulikdan Bobning oldiga chiqadi. Bola Bobga ota-onasini yo'qotib qo'yganligini aytib, o'rmon tomondagi qichqiriqlar tomon uni olib ketadi. Shundan so'ng Bob issiz yo'qoladi. Undan faqatgina qonli mato qolgandi. Bizga Bobning qanday qilib o'lganligi ko'rsatilmadi, lekin muxlislar bu sahnaning ma'nosini allaqachon tushunib bo'lishdi. O'sha kuni Bob o'ldi, lekin uning masxaraboz obrazi hanuzgacha tirik. Ushbu epizoddan so'ng Mrs. Kyorshil Pennywise'ning qizi degan teoriya mutkul noto'g'ri ekanligiga aniqlik kiritildi. Kyorshil aslida Bobning qizi, maxluq esa uning otasini o'ldirib, obrazni o'ziniki qilib oldi. 2017-yilgi u filmida Pennywise boshqa qo'rqinchli obrazlarga kirib bolalarni o'g'ladi, lekin oxir-oqibat yana masxaraboz ko'rinishiga qaytardi. Chunki bolalarni osonlik bilan aldash uchun masxaraboz ideal variant. Direktorning ovozi orqali bolalarga tuzoq qo'ygan Pennywise ular kelganidan so'ng nurni chiqarib, ularni boshqarishni boshlaydi va uning furgonini orqasidan xuddi zombilar kabi ergashishga majbur qiladi. Shaharda dahshatli ishlar bo'layotgan paytda Lily, Marsh va Ronnie qadimgi askolkaning qoldig'ini topishadi. Aynan ushbu qoldiq yordamida Pennywise'ni to'xtatish mumkin. Shunda Dick Halloran o'z qobiliyatlari yordamida bolalar qayerda ekanligini aniqlaydi va o'sha yerga yo'l olishadi. Lekin Pennywise ularga xalaqit bermoqchi bo'ladi. Marshga kelajakda bolali bo'lishini oshkor qilib, uni o'ldirish bilan tahdid qiladi. Shu yerda biz Pennywise uchun o'tmish, hozirgi kun va kelajak bir xil vaqtda bo'layotganligini bilib olamiz. General Shaw ushbu suhbatga aralashib, maxluqni boshqarmoqchi bo'ladi, lekin Pennywise uning qo'rquvga aylanadi va dahshatli tarzda o'ldiradi. Plan puchga chiqqanidan keyin Richining arvohi paydo bo'lib, Pennywise'ni bir necha soniyaga chalg'itishga muvaffaq bo'ladi. Bu esa boshqa bolalarga askolkani joyiga sanchish uchun yetarlicha vaqt beradi. Pennywise esa bu vaqtda qanotli maxluqqa aylanadi va bolalarga hujum qilmoqchi bo'ladi, lekin ulgurmaydi. Barcha nurlar faollashadi va Pennywise yo'q qilinadi. Lekin bolalar uni to'liq yo'q qilishgani yo'q. Uni ma'lum bir vaqtga to'xtatib turishibdi xolos. Bizga ma'lumki 2019-yilgi filmning oxirida Pennywise halok bo'ladi. Serialdagi Marsh bilan suhbat paytida esa u uchun o'tmish, kelajak va hozirgi kun bir xil ekanligini aytadi. Buni tasdiqlash uchun unga kelajakda dunyoga keladigan o'g'lining rasmini ko'rsatdi. Bundan bilib olishimiz mumkinki, kelajakdagi Pennywise o'lsa ham o'tmishdagisi yashayveradi toki o'lim kuni kelmagunicha. Xronologiya bo'yicha 2016-yilda u o'lgan, lekin bundan oldingi vaqtlarda u yashashda davom etmoqda va o'sha o'lgan kunigacha bo'lgan kelajak
kelajagini eslay oladi. Shuning uchun Derri o'tmishidagi har bir avlod ushbu yovuz bilan to'qnashishga majbur. Marsh bilan suhbat paytida u uni o'ldirmoqchi bo'ladi, chunki kelajakda uning o'g'li Richi Pennywise'ning o'limiga sababchilardan biri bo'lgandi. Bu bilan Pennywise o'z kelajagini o'zgartirib omon qolmoqchi edi, lekin uning rejasi amalga oshmadi. Lekin u hali ham tirik ekan, ushbu rejani amalga oshirish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi. Serial avtorlari undagi voqealar Pennywise mavjud bo'lgan o'tmish haqida hikoya qilishini aytib o'tishdi. Birinchi sezonda 1962-yilgi voqealar ko'rsatildi. Ikkinchi sezon esa bizni 1935-yilga qaytaradi. Agar 3-sezon ham chiqadigan bo'lsa, 1907-yilgi voqealar, ya'ni o'sha masxaraboz obrazining tug'ilishi haqidagi dahshatli hikoyaning davomini ko'ramiz. Har bir sezon alohida voqeani o'z ichiga oladi, faqat ularning hammasi Derri shahrida sodir bo'lmoqda. Bu bilan bizga Pennywise bir vaqtning o'zida o'tmishda va kelajakda yashayotganini bildirib, ushbu mavjudotning asl kuchini ochib berishadi. Serial filmdagi sodir bo'lgan ishlardan oldingi voqealarni ko'rsatadi, lekin Pennywise'ning o'limi baribir aniq. Maxluqning kelajagi nima bilan tugashini bilamiz-ku, nega endi ushbu serialni ko'rishimiz kerak deydiganlar uchun ushbu tavsiyani bermoqchiman. Pennywise-ning 2016-yilgi o'limi rost, lekin o'tmishda u bu o'limni oldini olish uchun harakat qilmoqda. Agar u buni uddalasa, 2016-yilgi voqealar o'zgaradi va u yana yashashda davom etadi. Hozircha serial ancha yaxshi baholar bilan ushbu kino olamining davom etishi uchun katta qadam tashladi. Kelajakda esa bizni uning 2 va 3-sezonlari kutib turibdi. Video oxirida esa ushbu savolni bermoqchiman: Pennywise yoki Vekna, sizningcha qaysi biri kuchliroq? Albatta javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xayr.